Xo'p, malimuyimizni patolog ximikalarni boshlab oldik. To'g'ri, polniy ximika qilamiz birinchi bo'lib. Qaranglar, mana joylarda polniy qo'l tegan izlar bo'ladi. Shu izlarni oldik. Mana bu yerda to'posi. Bu yoqqa mana nagarlarni ko'ryapsizlar. Malibulardan shunaqa suv o'tadi juda ko'p. Tomida stop orqa stopni teshilib qoladi tomidagi. Shundan suv o'tadi. Shunaqa dog' bo'lib qoladi. Qaranglar, mana bu yoq ximika bo'lgan, bu yoq hali bo'lmagan. Shunaqa idealniy bo'ladi. Mana shtorkalarni qaranglar. Shtorkalamda sap-sariq qora bo'lib izi chiqib qoladi shtorkani. Ularni oldik, oralarigacha polniy bo'ladi. Rezinkalar oralari bilan bo'ladi polniy. Bu yerda ham rezinka oralari bilan bo'ladi. Shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Keyin qattiq shotkalar ishlatilmaydi bu patologlarga. Patologlarni yomon qiladi. Mana bunaqa momiq shotkalar ishlatamiz. Qaranglar, yumshoq bo'ladi. O'ta darajada yumshoq bo'ladi. Bu yomon qilib Keyin tornador ishlatiladi. Tornador ximiya bilan havoda birlashib beradigan narsa bo'ladi. Bemalol murojaat qilasizlar. Shuna ishlar sifatli qilib bitkazib beramiz.